Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Bugun 9-oyning 1-kuni juma. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Uyg'ur Project Fondi 2023-yil 9-oyda o'tkazmoqchi bo'lgan Istanbulda 20 leksiya nomli faoliyatga avatilgan asarlardan 37 nafar yozuvchining 44 parcha maqolasi rasmiy tanlangan bo'lib, bular Davr va biz nomli kitobga kirgizilgan. Bu maqolalar tövəndagilardan iborat. Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va uning tarixiy arx ko'rinishi. Aziz Aysa Alkun. Xitoy bosqinchilarining Uyg'urlarga qarshi olib berayotgan mustamlik siyosatining ruhiyati. Cho'ng Bug'ra. 1984dan ta'sirotlar. Gulshan Abduqodir. Adabiyot bilan jamiyat o'rtasidagi munosabat nuqtasidan Uyg'ur yozuvchi va shoirlarning milliy kurashdagi funksiyasi to'g'risida. Olimjon Inoyat. Xalqaro qonunning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini bartaraf qilishdagi roli. Muattar Ilqut. G'arbning navbatdagi Uyg'ur fojiasi haqidagi tushunchalari va taklif fikrlari. Erkin Sidiq. Uyg'urlar tarixidagi ko'chishlar haqida. Maqbarat Kamol Yunusog'li. İnsoniyat jamiyatshunosligi nuqtasidan Uyg'ur madaniyat qimmatlariga nazar. Demyan Rahmat Mahmudi. Muhojiratga Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan masalalar tizimligi va bir qism hal qilish chora-tadbirlari. Hoji Akbar Muhammad Niyaz. Tashkilotlarimizga to'g'ri keldigini birlashishmi yoki hamkorlashishmi? Almas Hoji. Ma'rif orqali millatni kuchlantirish bizning chiqish yo'limiz. Almas Hoji. Dunyo diplomatiyasi, dunyo ozodlik va davr gazetlaridagi Uyg'urlar obrazi. Nuriya Rahman. Biz chorisizmi yoki tanlash yo'limiz bormi? Tabiiysa. Uyg'urlar geopolitika va kelajak. Ahmadjon Qosim. Xitoy Shinxua To'rining 9-oyning 1-kunidagi xabarda bildirilishicha, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Qumul shahriga joylashgan Jiangnan temir yo'li qurilishining 98%dan ko'proq tamomlangan bo'lib, 19-sentabr rasmiy ochib etilgan. Jiangnan temir yo'li qurilishi 2021-yil 4-oyda boshlangan bo'lib, uning umumiy uzunligi taxminan 432 kilometr. Soatlik sur'ati 120 kilometr bo'ldi ekan. Bu temir yo'l O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq davlatlarning temir yo'l to'rining asosliq liniyasiga tutishadigan bo'lib, bu qurilish tamomlanib qatnashga ochib etilgandan keyin Sharq Turkistonning ko'mirlarining chet eliga to'shilishi uchun texnik qulayliklarni kelgan. Xitoy hukumatı atalmish Xinjiangning rayon afzalligidan foydalanib, xalqaro qatnash yo'llarining musofasini texnik ko'paytirib, o'zining iqtisodiy kuchini texnik yuqori ko'tarishga davomli ulsanmoqda. Xitoy Markaziy xabar to'rining 9-oyning 1-kunidagi xabarda deyilishicha, Xitoy hukumatining atalmish bir balvoq bir yo'l qurilish strategiyasining muvaffaqiyatli yo'l qo'yilishiga bevosita mulozimat qilgan Unipay International Innovat hamkorlik birlashmasi atalmish Xinjiang Yezi Innovat hamkorlik birlashmasi bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirgan. Yaqinda Innovat hamkorlik birlashmasi atalmish Xinjiang Yezi kredit hamkorlik kooperativi va Xitoy Unipay Xinjiang sho'basi Urumchida hamkorlik kelishimi imzolab, chegara qilgan pul to'lash sohasidagi hamkorlikni rasmiy yo'l qo'ygan. Unipay innovatli karta egalarining xalqaro kirim chiqim qilishiga texnik qulaylik yaratib, Ipak yo'li iqtisodiy balvoq qurilishining taraqqiyotini tezlashga yordam bergan. Atalmish Xinjiang Ipak yo'li iqtisodiy balvog'ining yadrolik rayoni va Xitoy davlatining g'arbga ochib etilishida ko'rik atalmish bir balvoq bir yo'l qurilish tashabbusining turtkisida rayonda chegara qilgan chiqim qilish ehtiyoji ko'rinarli oshgan. Unipay innovatli kartasi O'rta Osiyo va boshqa joylardagi keng ko'lamda qabul qilingan va qo'llanilgan innovatli chiqimdan bo'lib, hozir jami 4 million 300 ming kishi bu innovat kartasini ishlatadigan. Yana bu innovat kartasini qo'llaydigan davlatlar qatorida Pokiston, Mongoliya va O'zbekiston bor ekan. Bu innovat kartasini chet eldagi qabul qiladigan davlat 180 ga kengaygan. Shundaqla chet eldagi 78 davlat va rayonda tarqatilgan bo'lib, cho'g'lanma tarqalish ko'lami 200 milliondan oshib ketgan. Bunun 80%'in ko'pragi atalmish bir balvoq bir yo'l bo'yidagi rayonlar ekan. Xabarlarimizni ko'rganlar rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.